Ba'zida futbol shunchaki oddiy o'yin emasligini bir hafta ichida tushunib yetasan. Bu hafta esa biz butun bir davr bilan xayrlashdik. Futbol tarixidagi eng qayg'uli haftalardan biri. Ba'zi haftalarda bu sport sendan butun boshli davrni tortib oladi va bu hafta aynan shunday bo'ldi. Madrid tarixidagi eng buyuk o'ng qanot himoyachisi bilan xayrlashdi. Akademiyadan chiqib mumkin bo'lgan barcha sovrinlarni yutgan afsona. Uning yonida esa hamma o'sha stul sahnasi bilan eslaydigan inson ham bizni tark etdi. Shuningdek, Manchester Cityni dunyo cho'qqisiga olib chiqqan eng buyuk murabbiylardan biri va uning eng sodiq ikki shogirdi bilan ham xayrlashdi. Yevropani zabt etgan Misr qiroli ham ketdi. Men uchun Afrika futboli tarixidagi eng buyuk futbolchi bo'lgan inson Liverpool bilan vidolashdi. Barselona o'lik holatda bo'lganida kelib, uni gollar bilan qayta tiriltirgan Lewandowski ham ketdi. Mening kichkina shahzodam Atletico Madrid tarixidagi eng buyuk futbolchi ham biz bilan xayrlashdi. Kelganida ko'pchilik tanqid qilgan, ammo ketganida hammani yig'lata olgan Casemiro ham MUdan ketdi. To'p aylanishda davom etadi va bu hafta bizga shuni eslatdiki, afsonalarning ham bir kun xotimasi bo'ladi va ularni bizdan ogohlantirmasdan judo qiladi.